Mana shu video meni mashinamda videoregistratordan turib olingan video. Bu jentira meni o'ng yonimdan ikkinchi palasadan quvib o'tgan meni va qorati yoqmasdan meni qatorimga kirgan. Men uni mashinamda tormozlab, uni o'tkazib yuborganman. Ha, siz ikkidan birga o'tayapsiz. Yo'q, o'tayapman. Ha, bu yoq signal bosyapti. Конечно, kayfiyatga yomon ta'sir qilgan, chunki ungacha nechta bittasi qorati yoqmasdan xalaqit berib kirib kelayotgan edi o'zi. Bunday bo'lsa-da o'tkazib yubordim, lekin signal chaldim. Что menga xalaqit berganligini bilsin dedim. O orqada yo'l bor. Bassang bosyap turib, oldiga chiqib. Yo'q, bir o'tdi, yana chiqdim. Ha. Nariyoqqa chiqdimdan astaydi dedim. Astayda bu yoqqa nima bo'ldi dedim. O'zi birinchi marta meni liniyamga qorati yoqmasdan kirgan edi. Ikkinchi marta o'zini kelgan ikkinchi liniyasiga qaytib chiqdi, yana qorati yoqmasdan qaytib chiqdi va sekinlab meni yonimga keldi. Deb bu yoqqa nimalar chiqib, Qoratlikda yoqib chiqay dedi. yo'q. O qoratga o'tdi. Va sekinlab meni yonimga keldi. Nima deysan degan ma'noda so'radi. Men, конечно, imo ishora bilan men unga ko'rsatdim-da. Qoratni yoqing dedim. Ko'rsatdim. Bu odam nima qildi, nima qo'ydi tushunmadim. Juda ham yuzdagi mimika juda bir agressiv mimika edi. Shundan keyin gazladi. Tushundim, что meni yo'limda na prinsip qilib siqib o'tib ketmoqchi. Hammani shunaqa siqib ketganman. Hamma tormoz bosgan-ku, bu ham tormoz bosadi, bitta siqib ketay dedi shekilli. Dalshi gazladi. O'sha paytda o'zi, конечно, menda logika o'chdi. Hozir yo'l mashinamda orqasidan kelib o'rayibdi. Nima deb qarshilab bormoqda, nima qilasan?